Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mana shahrida Baraka bozorida, mana shu yerda Baraka bozor stankasi, ya'ni uzoq qatnaydi odamlar. Shu tarafdan kelganlarda mana shu yer o'rtalik yer. Mana zdaniyalar bor. Mana bu Shaptol bozorida nimasi? Kirorishi. Mana bu tarafdan kelgan. Mana pishamcha o'tkirlaydi. Shu yerdan kirganda birodarlar inshaalloh mana bu yerdan kirganda mana tahsil ekanmiz şeyda xizmatda inshaalloh. Şu Baraka bozori ratlari inshaalloh. Ya'ni Shaptol bozor. Shu yerdan kirganda inshaalloh. Şu ratda inshaalloh bizning mesda inshaalloh. 9-mesda. Ehsan Qaynoq fondimiz. Shu yerga peshindan keyin inshaalloh kelinlarida ya'ni murojaat uchun mana nomerlarimiz bor inshaalloh. Ehsonlar shu yerdan birodarlarimiz inshaalloh fond a'zolar qabul qiladi birodarlar. Shunga befarq bo'lmaysizlar birodarlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yani adres so'raganlar shu adresni aytib qo'ydik bir sizlar birodarlar. Shundaylar inshaalloh.